Mana assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana kun tarkibi ikkita tilda yozilganda nimaga bizani hamshiralar va sanitarkalar shuni ro'za paytida ham qilmaydi. Biz endi oldini yopgan bo'lsak, ozgina qo'lingizni ham mentlarga o'xshab saqillatib qilib qo'yishini qara. Mana 7dan 7:15 minut o'tganda podiyom buzadi. Shuni faqat ro'ya qilinglar deb aytaman. Boshqa hech narsa yo'q, kerak emas hech narsa. Shuni ham ro'ya qilmaydi. Mana qo'ttalashtiraman. Podiyom 7dan 7:15 минут o'tganda. Дорогие друзья, здравствуйте, assalomu alaykum hammaga ro'za ayyomlari bilan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh hammasiga. Menda bittagina savolda, kecha bo'lgan tozalovchi sanitarka bo'lgan shaxsni qanday medsestralikka qo'ydi. U bu qog'oz olgan bo'lsa maylimi? Darrov buni medsestraga qo'yadi. Zuhra qonun anaqasini buzadi. O'zi aslida 7gacha bizlarni yo'qotish mumkin emas, chunki uyg'onish 7da hisoblanadi. Bu 5:30da kirib, o'zini qonun tarafda analiz olaman degan joyida o'zini haq deb hisoblanyapti. U bo'limda xo'jayin bo'lgan shaxs, chunki mediklar yo'q, medsestra xo'jayin bo'ladi. O'zi yozgan qonunga rioya qilmas ekan. Biz nima qilaylik? Shuni bo'shatishga iltimos qilaman, janob Paralov.